O'zining dastlabki davrida asosiy vazifasi bolalarni ovutish yoki chalg'itish bo'lib, hozirgi kunda maqsad va vazifasi jihatidan anchagina katta masshtabga ega san'at turi bu payqaganingizdek animatsion film, ya'ni multfilmlar hisoblanadi. Hozirgi kunda multfilmlar mazmun jihatidan kinofilmlar bilan deyarli teng darajada va hattoki ba'zi jabhalarda filmlar ochib bera olmaydigan mavzu va emotsiyalarni aynan animatsion filmlar bajarishmoqda. Animatsion filmlar hozirda ko'p uslub va turlarga ega. Ularda eng ommaboplari bular barchamiz sevib tomosha qilgan Kung Fu Panda, O'rgimchak odam, Shrek, Maxluqlar uyushmasi va shu turdagi Gollivudning mashhur Disney, Pixar va Sony kabi kompaniyalar tomonidan ishlab chiqilgan 3D ko'rinishidagi animatsion filmlar bo'lsa, bizga o'zining sodda go'zalligi, o'ziga xos uslubi bilan tanish bo'lgan Hovlning yurar qal'asi, Ruhlar olami, Totoro va Kikining eltov xizmati kabilar bilan qalbimizda joy olgan yapon animatsiyasidir. Va bugungi videorolikimizda siz bilan suhbatlashmoqchi bo'lgan animatsion film har ikki mintaqa uslubini qisman o'zida birlashtirgan, ya'ni mashhur yapon animatori Hayao Miyazaki asarlaridagi go'zal rang va tabiatni aks ettiruvchi ajoyib kadrlar va mashhur Gollivud studiyasi bo'lmish DreamWorks tomonidan ishlab chiqarilgan 3D shaklidagi yovvoyi robot animatsion filmi haqida bo'ladi. Yaxshilab joylashib oling, kelasi bir necha daqiqa biz siz bilan uzoq kelajakka sayohat qilamiz. Men yovvoyi robotman. Film 2024-yil Peter Braunning 2016-yildagi xuddi shu nomli romani asosida yuqorida aytganimizdek DreamWorks tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, ilmiy fantastik janridadir. Syujetga kelsak, film bizga kemasi halokatga uchragan aqlli robotning olis o'rmonda yolg'iz qolib ketishi va u yerning tabiati va istiqomat qiluvchi jonzotlari bilan til topishi va yetim qolgan polapon g'ozga onalik qilish haqida hikoya qiladi. Syujet unchalik murakkab emas, u juda oddiy va o'zida o'smirlik davri, begonalar bilan til topishish va do'stlik hamda yaqin kishingizni har qanday kamchiliklari bilan qabul qila olish haqidagi mavzularni ko'rsatadi. Ammo film jamoasi shunday oddiy va sodda syujetni o'ta go'zallik bilan tomoshabinga yetkazib berishgan. Filmdagi personajlar va ularning tutgan o'rni yuqorida aytganimizdek Miyazaki asarlaridagi kabi go'zal ranglar va tabiat manzaralari, ajoyib saundtreklar va musiqa juda aniqlik va yuqori did bilan ishlangan va eng asosiysi ushbu loyiha yurakdan, chin qalbdan ishlanganligidir. Qandaydir kassa yoki byudjet haqida o'ylanmasdan bor e'tiborni sodda va oddiy syujetni tomoshabinga san'at darajasidagi go'zal ohangda hikoya qilishga qaratilgan. Filmni ko'rish davomida buni o'zingiz his qilasiz. Natijalar ham yomon emas. Film $70 million byudjet bilan salkam 300 milliondan ziyod kassa to'pladi hamda 9 ta Emmy mukofotini qo'lga kiritdi. Shu jumladan Oltin Globus, BAFTA va 97-xalqaro Oskar taqdirlash marosimida eng yaxshi animatsion film nominatsiyasiga nomzod bo'ldi. Avvallari xuddi shu turdagi inson qalbiga kirib boruvchi animatsion filmlar bilan mashhur Pixar studiyasi negadir oxirgi yillarda o'z jozibasini yo'qotgandek edi. Va DreamWorks tomonidan ishlangan ushbu film oz bo'lsa-da o'sha davrga xos hissiyot va rangni bera oldi. Har holda bu mening fikrim. To'g'ri, kamchiliklar bor. Menimcha film so'ngidagi sahna, ya'ni sequel uchun olingan epizod keraksizdek edi. Shaxsan menga film finali yoqqandi va film ikkinchi qismga muhtoj emas. Agar yana shu darajadagi syujet bo'lsa, menimcha yo'q demagan bo'lardim. Buni vaqt ko'rsatadi. Ammo filmni tomosha qilmaganlar bo'lsa, sizga uni tavsiya qilaman. Film albatta ko'rishga arziydi va albatta uni tomosha qiling. Sizga film haqida yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha spoilerlar fikrlarimiz shulardan iborat. Biz bilan bo'ling, chunki biz rivojlanishda va bundan-da yaxshi kontentlar tayyorlashda davom etamiz. Sog' va salomat bo'ling. Men yovvoyi robotman.